hech qaysi kanal qo'ymagan narxdan Novostroyka dom ko'rsataman. 75 kvadrat metrlik yangi Novostroyka dom, kadastrlar tayyor. 34 ming dollarga video obzorini ko'rsaman. Oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumotlarni berib o'taman. Ko'rib turganinglarda 2 etajli Novostroyka dom, birinchi etaj dupleks so'kinli qavat sotuvga chiqqan, undan tashqari ikkinchi etaj mansardasi bilan mana shu tayyor Novostroyka dom. Bu yoq burchakda ko'rasizlar, letniy kuxnya uchun ham joylar tashab ketilgan. Ertaga to'y hasham qilganinglarda tepalar naves qilib berishadi. Parkovkalar uchun ham juda zo'r variant. Katta ko'chagacha ham bir 40-50 metr chiqadi. Ichkarida obzorni ko'rsamiz, fasad ishlarini tramvay qilib qo'yishgan, ikkinchi etajlarga уже odamlar ko'chib kelgan. Hamma kommunikatsiya kirgan, podyezdga kirib kelavish, so'kinli qavatga tushib ketirish. Mana birinchi etajga chiqaman, tepa ikkinchiga chiqib ketish. Podyezdlarni qilib berar ekanlar. Podyezdni ko'rasizlar, 5 ta eshik. Bizaniki mana mana bo'ladi. Podyezdga kirib kelar ekanmiz, podyezddan shunday kirib kelishimiz bilan ko'rasizlar, korobka holatida turibdi. Bu yoq chap qo'lda sanuzel, ko'rasizlarmi? To'g'rida oshxonamizda joylashgan, deraza romlari qo'yilgan, suv, gaz, svet, kanalizatsiya hamma sharoitlari olib kirib qo'yilgan. So'kinli qavatga tushib ketirish. So'kinli qavatga tushar ekanmiz, ko'rasizlarmi? Umumiy 75 kvadrat metr kadastrlar tayyor. Podyezdga chiqib ketirish, ko'rasizlarmi? So'kinli qavatdan. 75 kvadrat metr Toshkent tumani Kirov shunday Raddom yonidan kirganinglarda 500 metr kirsanglar mana shu Novostroyka lokatsiyasi Telegram kanalida narxi 34 ming dollar. Kadastrlar tayyor, ekranga ham chiqarib ketamiz, bir kunda notarius bo'ladi.